hurmatli tinglovchilar, bugun Arkis dasturi komponentlarini tanishib chiqamiz. Ya'ni bizlarda hozir birinchi ishlaydiganimiz katalog bo'limida qanday qilib qatlamlar yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizlarda mana рабочий stolda Archmap ilovasi yo'q. Buni oldin topib olamiz. Buning uchun pusk menyusi bor, mana ekranning chap tarafida bir marta bosamiz. Arkis dasturini topchasi bor. Bunda nimalar ko'rsatilgan? Katalog. Katalogda qatlamlar bilan ishlash uchun, ya'ni o'sha elektron qarta yaratmoqchi bo'lsak, o'sha elektron qartamizda yaratiladigan qatlamlarimizni shu bo'lim orqali yaratib bo'ladi. Arkis administrator bunda Arkis dasturini ichidagi nastroykalarni to'g'irlasak bo'ladi. Tilini o'zgartirish mumkin va hokazo, yana shunga o'xshagan. Yana bizlarda Arkis desktop, Arkis document, department, Arc Global. Men o'zim shaxsan Arc Globalda ishlab ko'rmaganman. Archmap dasturi bu o'sha katalog bo'limida yaratgan qatlamlarimiz orqali Archmap dasturida ishlarni bajaramiz. Elektron kartani yaratish uchun foydalanamiz. 2D o'lchamda. ArcSense bu 3D modellarni yaratish uchun, qandaydir bir tog'li zona bo'ladigan bo'lsa, yoki boshqa bir tekislikni, obyektlarni 3D fazoviy ko'rinishini yaratish uchun shu yordamida ArcSense orqali yaratsak bo'ladi. Bu yog'ini ham bir ko'rib chiqasiz, lekin bitta asosiy ishlaydiganimiz hozircha Archmap va Arckatalog. Kerak bo'lsa ArcSense. Biz hozir ishlaydiganimiz Arckatalog 18. Arckatalog 18 ga qanday kiramiz? Mana ustiga bir marta bosib olamiz, yo bo'lmasa klaviaturada, mana klaviaturada ham bor, pusk menyusi bor. Menda chap tarafda ikkinchi tut pastida. Mana bosdik, pusk menyusi chiqdi. Bundan mana yana Arkis bosamiz ustiga, Arckatalogni bosdik. Nima chiqadi? Mana рабочий stolda bizlarda hozir Arkis Arckatalog bo'limi chiqyapti. Menda hozir 18 versiya, sizlarda bo'lishi mumkin 16, 14, 15 va hokazo. Mana menda hozir oxirgi qatlam yaratganim, qayerda nima yaratganim boshqalar chiqyapti. Arckatalogda qanday ish bajargan. Sizlarda Arckatalog bo'limini ochgan paytingizda birinchi marta ustun qilganingizda sizlarda pustoy ekran chiqib qoladi. Mana bunaqa ko'rinishda bu narsalar bo'lmaydi. Mana bu yerda pustoy oyna hosil bo'ladi. Mana bu narsa bo'lmaydi. Endi Arckatalog bilan tanishib chiqamiz. Arckatalogda mana fayl bor, editor, ulardan bitta tanishib chiqamiz. Hozir qo'ldan kelgancha hop mana new bo'limi. New bo'limida connect to folder. Bu yangi papka qo'shish. Ba'zan turgan joylashgan o'rnini ko'rsatish uchun. Bu narsa bilan mana bu narsa ikkalasiga narsa. Kopiya qilish, bitta komandalar bor. Mana kopiya, paste, ya'ni joylashtirish, kopiya qilish, refresh, orqaga qaytarish, ya'ni obnovish qilish, go, bu qisqacha mana komandalar buyrugi. Bu narsalaringiz mana Outlook, switch for tools, ular qisqacha komandalar buyruqlar. Mana buni o'zida ham bor. Bu switch,
deyapti, bossangiz ham bo'ladi deyapti. Custom toolbar 3 deydi, mana location. Bulardan uncha foydalanmaymiz. Bizlar hozir foydalanganimiz asosiy mana shu qatordagilardan. Qarang. Bu aslida bitta papkaga keldik mana. Bunga. O'zi bu komanda chiqdi. Buni bitta bo'lsa nima qiladi? Bitta bo'lsa orqaga qaytadi. Mana folderga qaytadi. Bu nima? Connect to folder. Bosganimizda nima chiqdi? Bu juda ham ko'p ishlatadigan funksiyalardan bittasi bo'lib, Archmap dasturida ham bor, katalogda ham bor. Bunda bizlar qatlamimizni yo bo'lmasam o'sha baza yaratmoqchi bo'lsak, o'sha bazani turgan joylashgan o'rnini ko'rsatib qo'yishimiz uchun bizlarga kerak bo'ladigan narsa. Bular folder, kopya, joylashtirish, o'chirish, list, bularni ham bitta-bittaga chiqarish. Mana Archmap dasturi esingizda bo'lsa, push menisi ham bor edi mana Archmap dasturi. Mana bu yerda push menisi, archiv, mana Archmap. Ya'ni bunda nima deyapti? Katalogni o'zida ham to'g'ridan to'g'ri bitta knopkani bosish orqali Archmap dasturiga o'tsa bo'ladi. Archiv bu qisqacha komandalar berish orqali kerak bo'ladigan buyruqlarni chiqarsa bo'ladi. Archbook orqali Archbook ichidan ma'lumotlarni topib, o'sha komandalarni topib, bizlarga dasturda ishlashimizga yordam beradi. Python. Zoom yaqinlashtirish, zoom out kichraytirish, surish, siljitish, bu o'zimizga mos maksimal oynada hosil qilish uchun, ya'ni o'sha turgan ekrandagi narsani ma'lum bir o'zimizga qulay holatda olib kelish uchun. Mana bu orqaga qaytish, keyingiga o'tish. Qarangda. Mana bizada Arc3 degani nima deyapti? Arc3da bizada o'sha qo'shayotgan qatlamlarimiz, turgan joyi, joylashgan o'rnini ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Agar sizlarda ma'lumot bo'lgan bo'lsa, mana buni qaytadan qo'shib bo'ladi. Arc3 degani bor bu yerda. Arc3 qo'shsak, qatlamlarni turgan joylashganini ko'rsatish mumkin. Mana endi boshlanadi. Qatlam yaratish qanday bo'ladi? Mana connect to folderga bosamiz. Bizada o'ynashdan non-computer, ya'ni ularni tanlab olishimiz kerak. Non-computerni bosib, mana ishlarimiz talabalar uchun disk ularni diskda. Maslahat bermayman diskda tanlashni, chunki bunda sistemning fayllari o'chib ketadigan bo'lsa, Windows bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlar o'chib ketishi ehtimoli bor uchun ramsa boshqa disk tanlashingiz ma'qul. Aynan. Disk shu yerni o'taling. Okey. Plyusga bosamiz.